ammo keyin u yana tebranishni boshlaydi. Operator bemorga yaqinlashganda unga nimadir tashlanadi. Bemor hatto o'girilmasa ham bu esa operatorning qochib ketishiga sabab bo'ladi va bir lahzadan keyin u buni kameraga tushiradi. Bu nima ekanligi noma'lum. Bu yuzi qizarib ketgan jinga o'xshaydi. Uning quloqlari shaytonnikiga o'xshaydi va bir lahzaga eshik ortidan qaragan holda suratga olinadi. Buni ko'rgan operator yana qochib ketadi. Qo'rqinchli jonzot to'siq ortidan qaragancha keyinroq yana kameraga tushib qoladi. Uni ko'rish operatorni kasal qilib qo'yadi. U 2 barobar ko'payib, o'zini tutolmay yo'taladi. U bu jinning ko'rinishidan kasalmi yoki yo'qmi, aniq emas. Yoki jin unga qandaydir la'nat yuborgandir. Qanday, biz bilmaymiz, lekin biz taxmin qilishimiz mumkin. Biz bilgan narsa shuki, buni ko'rish shunchaki dahshat. 2021-yil fevral oyida Reality Haunted tomonidan qo'lga olingan bu mavjudot hech qanday o'yin o'ynamaydi. Bu biznesni anglatadi. Qo'rqinchli videoda g'azablangan mavjudot bilan shafqatsiz to'qnashuv ko'rsatilgan. Koridorda nimadir urilayotganini eshitgan uy egasi yotoqda yotibdi. U shovqinni tekshirish uchun boradi. Eshikni ochganda u yana xonaga kirib, ofis stuli va kompyuter stoliga uchib tushadi. Nimadir uni itarib yubordi. U o'ziga kelganida koridorda taqillashlar davom etmoqda. U eshik oldida o'tiradi va eshik tebranishda davom etadi. U shunday yozadi: Men tunning qolgan qismini eshik ortida va uning xonaga kirishini to'xtatish bilan o'tkazdim. Meni itarib yuborganidan so'ng men juda qo'rqib ketdim. Bu shovqin mendanmi yoki sharpadanmi? Amin emasman. Men arvohni taxmin qilyapman. Axir bu mavjudot birinchi marta paydo bo'lgan emas, lekin bu shu paytgacha eng tajovuzkori bo'ldi. Biz hammamiz qo'rqinchli filmni ko'rganmiz, ammo bu hayotda har doim bo'lavermaydi. Quyida kurashish kerak bo'lgan boshqa qo'rquv mavjud. Ushbu kuzatuv kamera tasvirlarida sharlar va changdan ko'ra ko'proq narsa bor. 2014-yil oktyabr oyida yotoqxonada yozib olingan videoda qizning hammomdan chiqib, koridordagi suvdan yuz-qo'lini yuvayotgani aks etgan. Qiz u yerdan xonasiga qarab ketayotganida kichkina soyali figura unga otiladi va oldinga turtib yuboradi. U orqasiga o'girilib, orqasidan tajovuzkor jinoyatchini qidiradi, lekin hech narsa topa olmay davom etadi. Videoni sekinlashtirayotganda yerda qoqilib ketadigan hech narsa yo'qligini hisobga olishingiz mumkin. Videoda soya figurasini ham aniq ko'rishingiz mumkin. U oldinga siljiydi va ayolni o'z oyoqlarida qoqilib ketishga undaydi. Bu uyda tajovuzkor sharpa bormi va nega bu dahshatli arvoh bunchalik qo'rqinchli? Ushbu qo'rqinchli videoda kimdir to'shakda qo'rqib ketganini ko'rsatadi. Nima haqida biz hali bilmaymiz. Ammo biz hozir bir kanalda 2021-yil sentyabr oyida topilgan ushbu klip hind tilida so'zlashuvchi YouTube hamjamiyatida ommalashib bormoqda. Erkak kamerasini doimiy ravishda yotoqxona eshigiga qaratadi. Ko'p o'tmay eshik o'z-o'zidan ochiladi, lekin u yerda hech kim bo'lmaydi. Erkak yopinchiqni bir chetga tortib, qo'rquv bilan yotoqdan turgach, boshqa tarafga o'girildi.
Faqat burchakdan uzoqlashayotgan bu dahshatli jonzotni topish uchun erkak xonadan otilib yugurib ketdi. Ammo qora sochlarga o'xshash qo'shimchalari va ikkita munchoqdek porlayotgan ko'zlari bilan jonzot bizning ko'z o'ngimizda qoladi. Bu shunchaki kameraga tushgan dahshatli tushmi? Aslida men uni bir rejissyorning YouTube kanalida kuzatdim. Shunday qilib, asl nusxa shunchaki xayolan qo'rqinchli bo'lishi mumkin bo'lsa-da, u o'z vazifasini bajardi. Bu bizning dahshatli tushlarimizni yuzaga keltirmoqda. Ba'zan ishonish uchun faqat ko'rish kerak. 2021-yil avgust oyida Swan Link tomonidan nashr etilgan. U uy xavfsizlik kameralarini o'rnatganini va bu haqda Avstraliyaning Canberra shahridagi uyi tashqarisida ogohlantirganini yozadi. Tasvirga tushirilgan dahshatli figura g'alati chodirlari bilan porlab turgan amor pufakchaga o'xshaydi. Avvaliga figura qisqa vaqt ichida ko'cha bo'ylab yurayotgandek ko'rinadi, lekin keyin u havoga ko'tariladi va klip tugaydi. Bu o'zga sayyoralik jonzot nima bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu mavjudotlar bir nechta joylarda paydo bo'lgan. Bir obunachi izohlarda shunday deb yozadi: "Men Texasdanman va bu yerda ilgari ham shunga o'xshash narsani ko'rganman, lekin uni kameraga tushirmaganman. Agar u dunyoning qarama-qarshi Texas va Canberrada bo'lsa, yana qayerda bo'lishi mumkin? Aslida bu nima o'zi?" Bu qo'rqinchli ruh shunchaki o'lik odamni ichkariga kiritishni kutmaydi. 2021-yil iyul oyida chop etilgan Margarita Sverev shunday deb yozadi: "Mening oshxona kabinetlarim ovoz bilan ochilib yopilyapti. Men kimdir gapirayotganini, zinadan tepaga va pastga yurganini eshitaman. Lekin men kamerani ko'targanimdan so'ng u to'xtaydi, lekin nihoyat tasvirga tushib qoldi. Xo'sh, nima bo'ldi? Bu yerda oshxonaga kirgan qiz ko'rinadi. Birozdan keyin uning orqasidagi eshik lang ochilib qoladi va u shunchaki ochilib qolmaydi, balki eshik ochilishidan oldin tutqich o'z-o'zidan aylanayotganini ko'rish mumkin. Qizlardan biri xotirjamlik bilan uni yopish uchun qaytib keladi. Ammo men bu ularning poltergeistik faoliyatining oxiri emasligini his qilyapman. Bu faqat boshlanishi." Ushbu sirli klipni tomosha qilganingizdan so'ng uy vazifangizni bajarishdan bosh tortishingiz mumkin. Mastery of World tomonidan 2021-yil sentyabr oyida chop etilgan ushbu qo'rqinchli video Meksikada suratga olingan uy xavfsizligiga oid videodir. Videoda kichkina qiz stolda turib uy vazifasini bajarmoqda. Soat 20:00 dan sal o'tdi. Biroz vaqt o'tgach, stol ustidagi bir nechta qog'ozlar ucha boshlaydi. Avvaliga siz bu shabada deb o'ylashingiz mumkin, lekin xonada ventilyator yoki boshqa shamol manbai yo'q. Qiz u yerdan qochib ketadi, lekin ko'p o'tmay ikkilanib qaytib keladi. U shunday qilganida qog'oz yana ucha boshlaydi. Bu safar stoldan tushib ketadi. Yana bir nechta qattiqroq narsalar polga uloqtirilgani eshitiladi. Keyin qizning butun qalam qutisi stol ostiga tushadi va uning qalamlari shunday ovoz chiqaradi. Shunaqa tushsalaringmi? Qo'rquvdan yig'lab ketaverishlardi o'ziga. Shundan so'ng stol siljiy boshlaydi. Oyoqlari polda sudralib boradi. Sirli mavjudot bu qizdan nimani xohlaydi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu oila yashash uchun boshqa joy topish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki bu joy jiddiy qo'rqitadiganga o'xshaydi. Buguncha shu do'stlar. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Sizga ko'proq qaysi holatlar ma'qul bo'ldi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Men sizlar bilan yaramen, lekin qo'rqib ketdim. Endi yeymiz buni.
qilib yalaydi. 1, 2, 3.